Barcha obunachilarga salom. Sizlar bilan bugun men yana o'sha bilasan Murodov. Va do'stlar, biz bugungi video rolikimizda Minecraft o'ynaymiz. Ya'ni Minecraftning eski versiyasini. Biz qanaqa joylarda paydo bo'ldik do'stlar? Men eski versiyasini o'ynayapman. Даже bu Minecraft ham emas, Boxcraftning eski versiyalari, lekin Minecraftning eski versiyasini topa olmadim do'stlar. Qani, voy changalzor. Men omad kelmayapti. Do'stlar, kanalga obuna qo'yinglar, like bosib qo'yinglar do'stlar. 18 ta bo'ldik, qanday tezroq 20 ta, 50 ta, 30 ta, 40 ta, 50, 60, 70, 100 talar bo'lib tashlashimiz kerak. Sizlar esa obuna bo'lishingiz kerak. Do'stlar, tezroq 50 ta bo'lsa men stream qilaman. Va xohlagan o'yinlarni o'ynayman. Har kuni stream bo'ladi va har kuni DLC, Free Fire, Minecraft, ana shunday o'yinlarda o'ynab stream qilaman do'stlar. Sizlardan talab qilinadigan narsa faqat videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish do'stlar. Hop, changalzordan ham chiqib olsa yaxshi bo'ladi. Sizlar qanaqa o'yin o'ynaysizlar ko'proq yoki qanaqa o'yin tavsiya berasizlar? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Chunki ko'p odamlar Minecraft o'ynang debdi. Yana bitta odam Minecraft eski versiyasini o'ynang debdi. O'shanda ham like ko'payibdi. Ya'ni 3 ta like bo'lgan ekan. Shuning uchun unga u aytgandek ayol kishi o'g'il bola yozayotgandir balkim, ayol kishilar ham ma'no ko'rsatayotgandir bilmadim. O'sha aytgandi. Shuning uchun hozir men eski versiyasini topolmadim, o'chirib ketgan ekan. Google'dan ham topmoqchi bo'ldim, lekin afsuski yo'q ekan. Changalzor bo'lyapman nimaga do'stlar. Tarixdan olamiz, mana avvallari Minecraft o'ynardim. Почти mana shu ko'rib turgan obunachilarimni почти hammasi Minecraft o'ynagan. Hop, achinirsin bersak tepada qolib ketdi. Mana zo'r youtuber bo'lib ketsam, stream qilaman, pul topamiz do'stlar. Yangi narsalarni ko'rsataman. Hammasi oldinda. Hozirgi ahvolim uchun ham Xudoga shukr deyman do'stlar. Chunki balki umuman obunachi ham bo'lmasligi mumkin edi. Asta-sekinlik bilan bo'ladi do'stlar. Kanal ochilganiga o'zi 10 kunlar bo'ldi. 10 kun ichida 18 obunachi. Voy, chiqmayapti. 10 kun ichida 18 obunachi do'stlar. Shunisiga ham shukr. Xo'sh, agar shu aytganimda 50 ta bo'lsak, stream qilaman do'stlar. Mana yerda kim o'ldirib ketibdi buni? Mana shu Minecraftni uy quramiz do'stlar, ha. Chunki ko'pchilik Minecraft deb yozgan kommentariymni. Почти 90% Minecraft. Xo'sh. Chiqib olamiz. Tarvuzlar. Mana siz aytganman do'stlar. Chunki aktiv pas. Taji videolarimda 5 ta like oshmay qo'ydi. Avval dalas o'ynayotgan paytlarim. To'xladi, shunisi yomon. Har teshikka kirib ketaveradi. Go'sht tushmadi. Baba harom go'sht. Xo'sh, qo'y bor ekan. Tezroq pech kelsa, hozir yurolmay ham qolishim mumkin. Taxtdan qo'shamiz. Qo'ylar oldim. Pechman yo'qotdik. Tovuqlarni ham. Men dedim qo'yar ekan. Mayda-chada do'stlar, har qanday teshikka kirib ketaveradi. Topilmay ham qolishimiz mumkin bilan. Voy. Tayyor. Yana bitta qo'yaveramiz. Yaxshi. Ketdik. Qornimizni g'azo oldik. Endi esa yana yo'lga qarab o'tmasak bo'ladi. Videoni emas, video ham salqin omadsiz boshlanib qoldi. Mayli. 15 ta like yig'sa o'rtog'im bilan birga onlayn mana shu World Boxcraftda o'ynaymiz.
Faqat sizlar obuna bo'lib videoga bitta like bosib qo'yishinglar kerak. Cho'chqa, haram. Lekin mana bu go'shtni olyapmiz. Bu changaydordan 2 asrdan ham chiqolmaymiz do'stlar. Ayting. Xo'sh, mana men bu yoqqa zo'rg'a chiqib oldim. 5-10 minutdan beri yurib, quyosh ham botib qoldi. Xo'sh. Uy quramiz do'stlar, ko'ribsizlar. Bir stakdan oldim. Shaxtaga tushdim, o'lib ketayim dedim. Zombilar juda ham ko'p ekan. Eng qizig'i shuncha payt yurib, oldimdan hech qanaqangi qo'y chiqqani yo'q. Va endi mana qo'y chiqmoqda. Kelmoqdaman. Qornim och qoldi. Qishloq topib olsak, Vijvanyani eng zo'r bo'ladi. Yana yurishimiz kerak. Hoppa. Qayerdan yuramiz do'stlar? Tepalikdanmi yoki pastlikdanmi? Menimcha tepalik yaxshi-yu. Mana shu yerlardan. Nari. Yo'q, hech niyatim yo'q. Videolik. Qorin tez ochmoqda. Mana ferma ham quraveramiz. Mana ochiq joy do'stlar. Qo'shlarimiz qo'yaveramiz. Bu videoni to'xtatib quraversammikan? Chunki hozir ancha vaqt ketadi sizlarga ham. Video boshlandi. O'shani endi ustidan yurgizib chiqamiz. Ya'ni men bu yerga qo'yib chiqamiz demoqchiman. Yaxshi do'stlar. Xo'sh. Mana bu yerlarga qo'yamiz. Xo'sh. Yaxshi, mana bu yerga ham hozir qo'yib yuboramiz. Xo'sh, mana bu yerga videoga like bosinglar obunachida. Chunki bundan ham qiziq kontentlar chiqadi. Bir ikkita muammolar uchun uzr so'raymiz albatta. Voy. To'g'ri burchakda qiynalyapman do'stlar. Shunchaki buyurmaysiz chunki anchadan beri o'zim Minecraft o'ynamagan. Xo'sh. Ishni taxtalar qo'yilib ketyapti. Mayli. Plan olamiz. Uyda oldida ham bor. Bemalol boqib. Kirish joyi qayerdan bo'lardi? Bilaman bu yerda. 1 2 3 narsadan qo'yilib ketyapti. Oynali uy quramiz do'stlar. Cho'tka uy bo'ladi. Faqat mana bu joylarni yopib chiqamiz. Qavatli ham hozircha yetadi. Bugun videoda ko'ramiz. Keyingi safarga 2 qavatli ikkinchi qavatini ham quramiz. Bugun
4-chi qavatini ko'rsak. Hali yana daraxt chopganmiz. Uyda почти. Faqat daraxt olib kelsak ozgina. Video ham cho'zib ketmoqda do'stlar. Pauza qilib olgim kelardi-ku, lekin xo'sh. 14 ga chiqmaydi. Chiqadi-ku. Pechkani daraxtimiz yo'q. Bunday daraxtimizdan voz kechamiz. Mayli 9 da. Uyga qo'yamiz. Mana buni taqlamiz. O'rtamizdan hol. Tash. Mana. Qum topishimiz kerak do'stlar. Qumsiz bo'lmaydi. Lopata kerak mana. Xo'sh. Solamiz endi. Qumlarni topamiz. Qum mana. Uyimizni oldida. Xo'sh. Ko'proq qum kerak. Bizga pishirib yeyishimiz uchun. Ko'proq kerak. Qolar shuncha. Ketdi. Daraxt ham kerak edi do'stlar. Voy, daraxtni sinib qo'yganimcha. Mayli. Qo'lda sindirib olamiz. Hamma baribir qo'lda sindirgan shuncha paytgacha. Uyimizga kiramiz. Olamiz, o'yinni tayyorlaymiz. Bunday qilsak bo'ladi. Xo'sh, bu yerdan daraxt kesamiz. Bu yerga solib tashlaymiz. To'xtaylik. Amni qo'yamiz. Bitta gram tayyor bo'lmoqda asta-sekin. Butunlayini yonib chiqishga harakat qilamiz. Bitta pech ketmaydi do'stlar. Yana bitta pechga qo'yamiz. Bu yerga ham 10 ta qo'yamiz va bu yerga yarmini, bu yerga yarmini qo'yamiz. Tayyor bo'lgan. Yana qumib kelamiz do'stlar, yetmaydi. Xo'sh. Kelish kerak. Qumdan bir narsa bo'ladi. Obunachilar yo'q bo'ladi vaqtim. Stream qilaman deb o'ylardim, lekin afsuski 50 ta obunachi yig'ilmayapti. Yana bitta pechga qo'ysam. Ha, yo'q bo'ladi. Daraxt olib kelishimiz kerak do'stlar. Daraxt bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki do'stlar, videoni pauza qilaman, video cho'zib ketmoqda. Negativ. Va do'stlar, mana shu yerda xayrlashaman. Sizlar bilan do'stlar, bo'ldi keyingi videolarda ko'rishguncha, chunki ulgurmay ekanman.